Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Sizlar bilan Sog'lom turmush klinikasi 2026-yil 15-aprel kuni Surxondaryo viloyatidan kelgan bemorlarimizdan biri. Diagnozi gidrosefaliya, variant Dendi Uoykra. Hozir bemorimizning onasi bilan suhbatlashamiz. Bizning klinikamizdan qanday natijalarga erishganliklari haqida. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Barcha kuzatuvchilarga biz 2020-yildan beri davolanamiz shu klinikada. O'g'limni birinchi olib kelgan holatda o'tirmardi, yurmardi, faqat yotardi. Oyoqlarini ham qimlata olmasdi, boshi katta edi. Holati sekin-sekin boshini ko'tarib, dumalab yurishga harakat qilib qoldi. O'tirdi. Aqli yaxshi. Hozir ushab yuryapti. Bemalol gapirib, she'rlar aytib bera oladi. Alifbalarni ham yodlab qolgan. 6 oy ichida o'zgarishlar hozirda alifboni yaxshi yodlab qoldi. 6 oy bo'ldi. Ko'rinib ketganimizda ushab yurib qoldi. Narsalarni ushlab yuryapti. Harflar yodlayapti. Bemalol o'ynab ketdi. Aytib ber. Ayt. Yo'q. Ayiq deganda bo'ri deganda do'ppi deganda echki deganda fil deganda gul deganda handalak deganda ilon deganda o'sha hamma harflarni pul yodlab olgan. Juda ham aqlli bola ekan. Bizning klinikamizga dastlab kelgan paytinglardan natijalar sezganmisizlar? Shu haqida gapirib bersangiz. Natijalar yaxshi sezganmiz. Avval gapirmadi ham. Yaxshi. Bu joylarga borganmiz, bu yerga kelmasdan oldin. Toshkent, Samarqand. Termiz, o'zimizni Surxondaryoga termizlarga ko'p olib borganmiz. Natija ololmaganimizdan keyin biz ham YouTubedan ko'rib kelganmiz. Va shunchalik doktorimizga rahmat aytamanki, shunchalik bo'lishiga yordam berdi. Avvalo Alloh doktorimiz sababchi bo'lib ancha ushlab yurib qoldi. Buning uchun doktorimizga kattakon rahmat deyman. Doktor Jalilovning 100% tabiiy nutrientlardan qaysilaridan foydalandinglar? Qanaqa samaralar berdi? Biz Pankravayt, Immunolife, Sog'lom chay, keyin Tonus Right'dan ko'proq foydalanganmiz. Shamollashlarga, ovqat hazmini yaxshi qila olmasdi. Ularga yaxshi natija olganmiz. Ichi yumshardi. Ovqatni bemalol hazmlab ketdi. Ichi harakatlari qaytdi. Ancha yaxshi. Oyoqdagi tonuslari yoyildi. O'sha dorilarni ichib. Bu yerda klinika xodimlariga ham katta rahmat aytamiz. Shunchalar bizga yaxshi muomalada bo'lib qarashayotgani uchun barcha xodimlariga rahmat deymiz. Bizning kuzatuvchilarimiz orasida shu diagnoz bilan bemorlar bo'lsa, siz ularga qanday maslahatlar bergan bo'lardingiz? Bizga o'xshab boshida sarson yurganlarga mana shunday kelib bizga o'xshab yaxshi natijalarga erishishga ham chaqirib qolamiz. Imkoni bo'lsa tavsiya etamiz. Biz ham mana shunday boshida qiynalganmiz, u yoqqa borib, bu yoqqa borib natija ko'rmaganmiz. Hozir o'g'lim ancha hech kim ko'rganda kasal deb o'ylamaydi. Ancha yaxshi, bog'chaga ham boradi. Rahmat. Bizning klinikamizdan bunaqa katta natijalarga erishganinglardan juda ham xursandmiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat.